29. Mehmoningiz yoki biror odam bilan paranglashib qolganda ovozingizni siliq va past qilishingiz, o'ningizni yetkutakla ko'tarishingiz suhbat odobining jumlasidandir. Darhaqiqat, ortiqcha yuqori ovoz so'zlaguchining adabsizligi va qarshi tarafga qarata hurmatsizlikdan darak beradi. Bu adabga do'st yoki tangtush, tonish-notanish, kichik-cho'ng hammaning oldida rioya qilish lozim. Bo'libmi ota-ona yoki ularning o'rnidagi kishilar oldida va o'zingiz ulug' bo'ladigan akabir ashraf oldida o'sha bu adab texmi bak ta'kidlanadi. Mazkur adabga undaydigan ba'zi oyat hadislarni o'qib beqing. Masalan, Qur'on Karimda Luqman hakimning Alloh uningdan rozi bo'lsin, o'z o'g'liga qilgan vasiyatida vag'dud min sautik, ovozingni past qil deyilgan. Ya'ni kishilar bilan paranglashganda ovozingni past qil, yuqori ko'tarma. Ovozni ziyoda ko'tarish yomon va qabih ishdir. Sahihul Buxoriyda Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhu aytadi. Qur'onda ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi va rasulihi wattaqulloh innalloha sami'un alim. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إيمان aytqanlar, sizlar Allohning va Rasulining oldida hech qanday bir ishni va so'zni oldi bilan qilmanglar. Allohdan qo'rqinglar. Alloh haqiqatan so'zinglarni anglab turg'uchidir. Niyatinglarni va ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Ey iymon etganlar, Rasulullohga so'z qilgan chaqinglarda ovozinglarni payg'ambarning ovozidan yuqori qilmanglar. Sizlar bir-biringlar bilan tovlab yuqori ovozda so'zlashgandek payg'ambarga tovlab yuqori ovozda so'z qilmanglar. Unda qilsanglar, o'zlaringlar to'ymasdan qilgan yaxshi amallaringlar bekor bo'lib ketadi. Shubhasizki, Rasulullohning yanida past ovozda gap qilganlarning dillarini Alloh taqvo uchun sinagan. Ular mag'firatga va katta savobga, ya'ni jannatga erishadi. Hujurat surasi 1-oyatdan 3-oyatlargacha. degan oyat nozil bo'lgandan keyin Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga biror so'zni demoqchi bo'lsa, pichirlagandek deydi. Umar ovozini past qilganlikdan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam anglay olmay qayta so'rashga majbur bo'ladi. İmam Zahabi rahimahullah tabi'in va katta faqih imomlardan biri bo'lmish Muhammad ibn Sirinning tarjimholida mundaq voqealikni bayon qilgan. Muhammad ibn Sirin anasining qashida bak tuvan ovozda gap qildiganligi uchun mubodo tonimagan bir odam uni anasining qashidagi chog'da ko'rib qolsa, uni kasalmikin deb o'ylab qoladi. İmam Zahabi yana İmam ibn Sirinning shogirdi va mashhur imomlardan Abdullah ibn Avun al-Basrining tarjimholida mundaq voqealikni hikoya qilgan. Bir qatim Abdullah ibn Avun al-Basrini anasi to'g'lagan. Javob berganda uning ovozi anasining ovozidan yuqori chiqib ketib qolgan. Shuning bilan u ansirab ketib, ikki qo'l azod qilgan. Kufalik mashhur qiroat imomi Asim ibn Bahdala deydi. Men bir kuni xalifa Umar ibn Abdul Azizning huzuriga kirdim. Bir kishi uning huzurida gap qilib ovozini yuqori ko'tarib edi. U to'xta, gapni yeningdagi qarindishing anglag'udak desang kifoya dedi. 30. Suhbat odobidan yana biri, agar suhbatdoshingiz sizni bilmaydi deb o'ylab biror gap yoki bir hadisni desa, agar siz bilsangizmi, biladiganligingizni chandirib suhbatdoshingizni xijil qilmang va gapiga qo'shib solmay, o'zingizning diqqat bilan anglayotganligingizni his qildiring. Katta tabiin Imom Ata ibn Abi Rabah, ba'zi yoshlar menga hadislarni so'zlab ketadi. Anglab boqmagandek quloq solib o'ltirman. Halbuki men u hadislarni u tug'ilishdan burun anglab bo'lganman degan. Xalifa Umar ibn Abdul Aziz va xalifa Hisham ibn Abdul Maliklarning yaqin ulpiti Xolid ibn Safvan at-Tamimi mundaq degan. Agar bir muhaddisning sen anglagan bir hadis yoki sen biladigan biror xabarni so'zlayotganligini ko'rsang, yeningdagilarga atay o'zingni biladiganligini uqtirib qo'yish maqsadida so'ziga aralashib olma. Chunki bunday qilish yengiltaklik va beadablikdir. İmam Malik, Lays ibn Sa'd va Sufyan Savriylarning shogirdi bo'lmish katta imom Abdullah ibn Vahb al-Qurashi al-Misri deydi. Men ba'zi kishilardan u onasining qursiqidan tushishdan burun anglab bo'lgan hadislarni anglab qolaman. Shundaqdimi go'yo anglab boqmagandek jim turaman. İbrahim ibn Junayd deydi ki, bir dana o'g'liga mundaq nasihat qilgan.
Yaxshi so'zlashni o'rganganingdek, yaxshi anglashni ham o'rgan. Yaxshi anglash demak so'zligicha sana so'zini yetkazib olguncha unaga muhlat berishing. Yuz-ko'zingni unaga qaratishing. Sen biladigan bir gap bo'lgan taqdirdami qo'shiq salmasligingdir. Hafiz Xatib al-Bag'dodiy bu vaqtda mundaq she'r to'qigan. Kishining so'ziga qo'shiq salmagan, gar yaxshi bilsangmi tartib almagan. 31. Suhbat odobidan yana biri, suhbatlashingizning so'zidan biror tarafini tushunmay qolsangiz, so'zi tugiguncha sabr qilib turing. Tugigandan keyin adab bilan go'zal bir kirish qilib siloqcha so'rang. So'zlayotganda so'zini bo'lib o'tmang. Chunki unda qilish anglash odobiga nuqson tushiradi va ko'ngilda bezorlik paydo qiladi. Ammo agar so'rin dars so'rini bo'lib qolsa, uning hukmi boshqadir. Dars so'rinida savol va munozara muallim sharhlayotgan jumla yoki ma'no oyoqlashgan chaqda bo'lsa yaxshi bo'ladi. Munozaraning adab va farosat bilan bo'lmoqi lozimdir. Xalifa Ma'mun munozara asosida o'rgangan ilm taqlid asosida o'rgangan ilmdan puxtaroqdir degan. Tarixchi va adabiyotchi olimlardan biri, shundaqla Xalifa Abu Ja'far Mansur, Xalifa Mahdi, Xalifa Hadi va Xalifa Rashid qatorliqlarning yaqin ulfati bo'lgan Haysam ibn Adi mundaq degan. Danalar aytadiki, kishining so'zini to'xtatish uchun uning bilan gap talashish va so'ziga e'tiroz bildirish bad axloqlikning jumlasidandir. 32. Suhbat odobidan yana biri, agar yeningizdagi odamdan savol so'ralsa, siz javob berishga aldirmang. Sizdan so'ralmoqcha bir narsa demasligingiz loyiqdir. Shunda qilsangiz, adabni saqlagan bo'lasiz hamda qadr-qimmatingiz eshib, maqomingiz ustun bo'ladi. Ulug' tabiin Mujohid ibn Jabir hikoya qilurki, Luqman Hakim o'g'liga mundaq nasihat qilgan. Boshqalardan savol so'ralsa, go'yo bir g'animat kelib qolgandek o'zing javob berishdan hazar ayla. Agar sen shunday qilib qolsang, savol so'ralg'uchini kamsitgan bo'lasan, so'rag'uchiga to'nglik qilgan bo'lasan. Aqlsizlarga o'zingning farosatsizligingni va adabsizligingni ko'rsatib qo'ygan bo'lasan. Hanbali faqih va muhaddis Shayx ibn Batta mundaq degan. Men Hafiz Allama va tilshunos Imom Abu Umar Zohidning yanida turatdim. Uningdan bir masala so'rilib qoldi. Men aldirabla so'rag'uchiga javob berdim. Abu Umar Zohid menga burilib qarab, "Ortiq ishga aralashib olmasang-chi?" dedi. Men baxajil bo'lib ketgan edim. 33. Muslima hamshirimga va mu'mina qizimga qisqacha bir so'z. Ata-ana yaqinlaringizni yoki ba'zi mu'min do'stlaringizni ziyorat qilmoqchi bo'lsangiz, ziyoratga mos kun va vaqtni soatlargacha yaxshi kelishing. Ziyorat ap keladigan vaqtlar bo'lganidek, hatto ata-anangiz, do'st yaranlar ara ziyorat apsiz vaqtlarmi bor. Ziyoratingiz yoqimliq va huzurliq bo'lsin-ki, eg'irchilik soladigan, malol yetkazadigan bo'lib qolmasin, hamda bema'ni va uzunmi bo'lmasin. Aloqa qisqa, qizg'in bo'lsa ko'ngilga yoqadi. Uzun, malol yetkazadigan bo'lsa ko'ngilga yoqmaydi va parang ahamiyatsiz temalarga yo'tkilib ketadi. Katta tabiin Muhammad ibn Shihab az-Zuhri so'rin uzrab ketsa, so'rinda shaytonning bir nasibasi bo'lib qoladi degan. Ziyorat jarayonidagi paranglaringiz foydali ishlar haqida bo'lsin. G'ayvat shikoyat, suxan so'z va behuda quruq gaplar aralashib qolmasin. Chunki aql musulmon ayolning undaq bema'ni ishlarga vaqti yetmaydi. 34. Kechida yoki kunduzda bir yerga kirsangiz, u yerda uxlayotganlar bo'lib qolsa, ularga daxli qilmang. Harakatlaringiz muloyim, tavush-tevishlaringiz va kirish-chiqishlaringiz siliq sipoyi bo'lsin. Qo'pol bo'lmang. Yuqorida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kimki muloyimlikdan mahrum qoladigan, butun yaxshilikdan mahrum qoladi degan so'zini angladingiz. Katta sahoba Miqdod ibn Asvad radhiyallohu anhu dediki, biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga sutdan nasiba olib qo'yatdik. U zot kechida kelib uxlayotgan odam uyg'onib ketmagudak, uyg'oq odam anglayolgudek ovozda salom qiladi. Muslim va Tirmizi rivoyat qilgan. Yana payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kechida tahajjud qilsa, uyg'oqqa taskin beradigan, uxlaganni uyg'otib o'tmaydigan bir ovozda qiroat qiladi. 35. Biror nikoh yoki to'yga chaqirilsangiz qatnashing. Harom ishlar bo'lmasa, nikoh yoki to'yga qatnashish sunnatdir. Chunki haq islom shariati nikohni taat ibodatdan qatoridan qilgan. Shunga faqihlar aytgandek, nikohni masjidda qilish mustahabdir. Hadis sharifda mundaq kelgan. Bu nikohni xaloyiqqa e'lon qilinglar, uni masjidda qilinglar, dablarni chalinglar. Tirmizi va Ibn Majah rivoyat qilgan. Mazkur hadisni nikohni xaloyiqqa e'lon qilinglar degan hadismi yana halol bilan harom o'rtasidagi farq nikohda, suran silish va dab chalishdir degan hadismi qo'llaydi.
Demak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nikohni e'lon qilish va jakarlash, nikoh xabarini yaqin-yiroq hamma kishining orasida yeyish uchun nikohda dab chalishga ruxsat qilgan. Bu ruxsatning ayollarga qarata ekanligida olimlar orasida ixtilof yo'q. Ba'zi olimlarning nazaridagi sahihroq qarashda bu ruxsat erlarga qartilgandir. Shariatning nikohni e'lon qilishda ba'zi ustun maqsadlar bor bo'lib, shulardan biri nopok harom juflashish bilan pok halol juflashishning orasini ayirishdir. Şuna yuqorida o'tganidek payg'ambar sallallohu alayhi vasallam halol bilan harom o'rtasidagi farq nikohda suran selish va dab chalishdir degan. Olimlar o'sha bu hadisni sharhlab mundoq degan. Hadisdagi suran selishning ma'nosi nikohni e'lon qilish. Kishilar orasida nikohning gepi bo'lishi, shundaqla nikohda har xil shavqin suranlarning bo'lishi, masalan, ayollarning tantana qilib shodlik sadolarini chiqarishi, erlarning har xil kuylarni aytishi qatorliqlardir. Agar siz nikohga qatnashsangiz e'lon qilish sharti o'rindalgan bo'ladi. Nikoh guvohligi ziyoda changaydi. Yaxshi ishda mu'min qarindoshingiz yoki mu'mina hamshiringizga hamkorlashgan bo'lasiz. Bu shundoq bir yaxshi ishki, shu orqali ikkalarning har biri dinining yerimini qo'lga keltirgan bo'ladi. Qolgan yerimida Allohga taqvodor bo'lg'ay. Shundaqla yaqin yo'ruq, salih-saliha do'stlarning to'y tantanasi va izgu tilaklari bilan bu bir juftlar hurmat topadi. Mana bu musulmonlar orasidagi islomiy qarindoshlik haqlari qatoridandir. Bir nikoh chaqiriqini topshirib olganingizda o'zingizning payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qatnashishga buyurgan xayrlik bir chaqiriq, mashru bir xushallik murosimiga shohid bo'ladiganligingizni ko'nglingizga keltiring. Yuqorida ko'rsatilgan ma'nolarga rioya qiling va bu qutlug' uchrashish uchun shariatga uyg'un go'zal yasining. Chunki sahobalarmi bir-birini yo'qlashganda go'zal yasanatdi. Agar so'rinda so'z qilmoqchi bo'lsangiz, so'ringa va so'rinning kayfiyatiga uyg'un so'zlang. Qatnashuvchilarni parakanda qiladigan yoki quloqqa yoqmaydigan gaplarni qilmang. Mu'min degan ho'shyor bo'ladi. To'yi bo'lgan qiz yigitni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'sha bu duosi bilan tabriklashingiz mustahabdir. Barakallohu laka va baraka alayka va jamaa baynakuma fi xayrin. Alloh sizga barakat bersin, ustingizga barakat yog'dirsin va ikkinglarni yaxshilikda jam qilsin. Abu Davud, Tirmizi, Ibn Majah va Hakim rivoyati. Tirmizi sahih degan. Buni tashlab o'tib, ba'zi kishilar qo'llanadigan ijil inoq va ko'p bola chaqaloq bo'lib ketarsizlar degan tabrik so'zlarni qo'llanmang. Chunki u jahiliyat ahlining tabrik so'zlaridandir. Halbuki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mazkur tabrik so'zlaridan to'sqan va Alloh taolo janobi payg'ambarimizning yuqorqi duosi orqali bizni uningdan behojat qilgandir. Sunnat duolar qatorida barakallohu lakum va baraka alaykum. Alloh sizlarga barakat bersin va ustinglarga barakat yog'dirsin degan duomi bor. Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam meni amriga olgandan keyin onam meni akilib quru ichiga kirgizdi. Qarasam, uyda ansarlardan bir qancha ayol bor ekan, ular xayr va barakat ustiga kelgaysiz, baxt ustiga kelgaysiz dedi. Buxoriy rivoyat qilgan. Haq shariat to'yda ayollarning mubah naqshlarni aytishiga va dabchalib go'zal she'r qo'shiqlarni o'qishiga ruxsat qildi. Lekin ishq muhabbatni birovning husn jamoli, manzillari, qaddi qomati va nozik karashmasini kuylashga bo'lmaydi. Haq shariat yana ayollarning to'y shodligini izhor qiladigan qizqarliq pokiz so'zlarni deyishga ruxsat qildi. Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Bir to'yda kelin ansar kuyovning uyiga yo'tkab mangilibdi. Allohning payg'ambari sallallohu alayhi vasallam mundaq dedi: "Ey Aisha, sizlarning to'y tantanasi uchun biror o'yin tomoshalar yo'qmi?" Ansarlar, ya'ni Madina ahli o'yin tomoshani yaxshi ko'rdi. Buxoriy rivoyat qilgan. Payg'ambarimiz o'yin tomoshadan naqsha aytish va dab chalishni maqsad qilgan. Hafiz ibn Hajar Fathul Barida mushu hadisning sharhida ayturki, Tabaranining Al-Awsat adli kitobida bu hadisning raviylaridan Sharikning, ya'ni Hazrati Aishadan qilgan rivoyatida mundaq kelgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dabchalib o'lang aytadigan biror qizni kelinchak bilan birga avatgan bo'lsanglar-chu dedi. Men u qiz o'lang aytib nima deydi dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dediki, mundaq deydi: keldik mana, yashnayli biz va yashnanglar. Bo'lmasa sariq oltininglar, kishi ko'rmas bu vadinglar. Bo'lmay qara bug'diyinglar, samirmas ham qizlaringlar. Demak, ayollarning naqshisi mushundaq pokiz, qizqarliq mazmunlarda bo'lsa bo'ladi. Ammo ishq muhabbat naqshlari va shalloq mazmunlar cheklangandir, haramdir. Mana bular bir bo'lik islom adablaridir. Bular sharaflik ota-bovalaringiz tutib mangan adablardir.
Men uni amal qilishingiz va hayot yo'nalishi qilishingiz uchun sizga tushunishlik, ro'shan iboralar bilan taqdim qildim. Bu adablarga amal qilishning eng yaxshi maydoni o'z uyingiz va qarindishingizning uyidir. Zotingizdir va qarindishingizdir. Hargizmi oilada yaqin yo'ruq qarindoshlarning orasida takalluf bo'lmaydi deganni bahona qilib, o'zingiz bilan qarindoshlaringiz orasida o'sha bu odobning rioyatiga sal qaramang. Chunki sizning yaxshiligingiz va silliq muomalangizga eng loyiq kishilar dal sizning oilangiz va yaqin yo'ruqlaringizdir. Bir odam payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kelib, "Ey Allohning elchisi, kishilar ichida yaxshilik qilishimga kim eng loyiq?" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Anang, andin yana anang, andin yana anang, andin qolsa dadang, andin qolsa eng yaqin tuqqanlaring" dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Ey qarindosh, yaxshilik qilishingizga eng loyiq kishiga sal qarab, boshqalarga yaxshichoq bo'lishdan hazar aylang. Agar shunday qilib qolsangiz, o'zingizni aldigan bo'lasiz. Ustingizdagi haqni zoya qilgan hamda Sayyidimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yo'lidan yiroqlashgan bo'lasiz. Allohning rizosini qo'lga keltirish va Allohning shariatining adablarini bajo keltirish uchun Allohdan yordam tilang. Alloh solihlarga ega bo'ladi. Allah o'zining fazl karami bilan sizni, aqrabolaringizni va yoranlaringizni o'z panohida saqlag'ay. Uning amriga bo'ysunishingiz va itoat qilishingizga, payg'ambariga ergashish va u zotni chin do'st tutishingizga yordam bergay. Allah Sayyidimiz va payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga, u zotning oila tavobati, sahobalarga rahmat qilg'ay va salomat qilg'ay. Jami hamdu sana olamlarning parvardigori Allohga xosdir. Duolaringizni umid qilib yozuvchi Abdul Fattah Abu G'udda. Sajiya Islom tadqiqot markazi.